Men bu zaminman. Men O'zbekistonman. Meni tinglang. Nihoyat siz eshitdingiz. Sizning qadamlaringiz mening yuragimda yana umid uyg'otdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yetakchiligida menga, o'z olamingizga e'tibor, g'amxo'rlik kuchaydi. Bu harakat nafaqat mening, balki sizning ham kelajagingiz uchun juda muhimdir. Lekin bu hali boshlanishi. Men hanuz shu yerdaman. Sukunat ichida sizga boqib turibman. Kelajak sizning qo'lingizda. Har bir ekilgan daraxt, toza havo, har bir oqilona qaror sog'lom, farovon kelajak poydevoridir. Men O'zbekiston tabiatiman. Sizga murojaat qilaman. Yo'qotganlarimizni tiklaymiz. Kelajakni asraymiz.